Kurash xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy qadriyati bo'lib, dovrug'i dunyoga tanilgan polvonlar esa millat faxri sanaladi. Bugun ularning munosib vorislari bo'lgan yosh sportchilar Toshkent shahri Uchtepa tumanida o'tgan ochiq musobaqada o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahrining Uchtepa tumani Kattaqani mahallasida joylashgan 203-maktabda kurash bo'yicha yoshlar va o'smirlar o'rtasida Toshkent shahar Uchtepa tumani Birinchi sport maktabi ochiq chempionati bo'lib o'tdi. Unda yurtimizda barcha hududlardan kelgan yosh polvonlar birlashdi. Bu musobaqada viloyatlardan, tumanlardan 100 ga yaqin kurashchilar kelib qatnashyapti. Bu kurashimizni milliy g'ururimiz. Shogirdlarimiz musobaqaga yaxshi tayyorlanib kelgan. Xudo xolasa yaqinda bo'ladigan Navoiy shahridagi respublika ochiq turniriga tayyorgarlik vazifasini o'tab beradi. Hozir bu musobaqaga Navoiy shahridan, Yunusobod tumani, Yakkasaroy tumani, Jizzax viloyati, Navoiy viloyati, Surxondaryo viloyatidan kurashchilar kelgan va birinchi o'rin uchun kurash olib boryapti. O'smirlar 5 yosh toifasida umumiy 17 ta vaznda medallar uchun kuch sinashdi. Abdulloh Mahmudov, Muhammad Ali Erkinov kabi yosh polvonlar birinchilardan bo'lib g'oliblikni tantana qilishdi. 10 yoshman, 26 kilodan kurashdan katta bo'lganimda sport ustoz bo'laman. Men kurashda 1 yildan beri shug'ullanaman. Ko'p musobaqalarga chiqaman, keyin yutaman. Bellashuvlarda yosh polvonlar bor mahoratlarini ishga solishdi. G'oliblik uchun astoydil kurashishdi. Bu musobaqa katta tajriba bo'lib xizmat qildi. Ertangi avlod qadamni shahdam tashlamoqda. G'olib va sovrindorlar esa diplom hamda medallar bilan taqdirlanishdi. Chempionga kubok ham topshirildi.